Yana biravar. Dada, balki farzandlarning ichida eng yaxshisi men emasdirman. Ammo otalarning ichida eng yaxshisi sizsiz. Cristiano Ronaldoning qizi dunyoga kelganida u shunchalik baxtli bo'lganidan kasalxonada yurib uchragan har bir shifokorga minnatdorchilik bildirdi. Ammo shifoxona yo'lagida u jim yig'lab o'tirgan erkakni ko'rib qoldi. Undan nega yig'layotganligini so'radi va uning qizi og'ir kasal ekanligini bildi. Unga shoshilinch va qimmatbaho jarrohlik operatsiyasi kerakligini, u barcha narsasini sotib qarzga kirganligini, lekin yetarli mablag' to'plamaganligini aytdi. Buni eshitgan Ronaldo u erkakni quchoqlab, endi qizidan xavotirlanmasligini va unga yordam berishini aytdi. Shu kunning o'zida Cristiano eng yaxshi shifokorlar bilan maslahatlashuvni tashkil qildi va bolaning davolanish xarajatlarini to'liq